Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingizga qaysi spiral to'g'ri kelishini bilib olasiz. Ba'zi ayollarimizda hayz ko'rishi, miqdori, necha kun kelishi, bachadondagi holatlariga qarab spirallar har xil tanlanadi. Ba'zi ayollarimizning hayzlari normal holatda keladi. 2 kun, 3 kunda toza bo'ladi. Miqdori ham ko'p ketmaydi. Bunaqa ayollarimizga albatta kumush, propolislik yoki misli spirallar to'g'ri keladi. Ba'zi ayollarimiz bachadonda endometrioz, mioma, endometriy giperplaziyasi kabi hayz buzilish holatlari bo'ladi va gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Bunaqa ayollarga homiladan saqlanish va gormonlarni to'g'rilash maqsadida ikkitasi birda ham saqlantiruvchi, ham davolovchi spirallar, mirenalar tavsiya qilinadi. Mirena spirallar ayollarda endometrioz, adenomioz, bachadon giperplaziyasi, bachadon miomasi va hayz miqdorini ko'p kelishi, uzoq vaqt davom etadigan ayollarga aynan mirena spiral va implanon spirallar tavsiya qilinadi. Ba'zi ayollarimiz bachadoni hech qanaqa spirallarni qabul qilmaydi. Har qanday spiraldan keyin ham ayoldan ko'p miqdorda qon ketadi, uzoq vaqt davomida qon yo'qotadi va ayol deyarli toza kunlari bo'lmaydi. Bunaqa ayollarda bachadoni hech qanaqa spirallarni qabul qilmaydi. Aynan shunaqa ayollarga implant spiral tavsiya qilamiz. Implant spiral qo'lga o'rnatiladigan spiral hisoblanadi va o'zidan gormon chiqaradi. Buni tarkibdagi gormon organizmni semirishiga, gormonal buzilishiga sababchi bo'lmaydi. Bu spiral 24 soatda bir marta qonga o'zini gormonini chiqarib qo'yadi va ayolda ovulyatsiyani bloklaydi. Folikula yorilmasligi, ovulyatsiya bo'lmasligi ayolni homiladan saqlaydi. Bu spirallarning muddati har xil. Implanon spiral 3 yil, kumush spirallar bilan mirena spirallar 5 yil davomida ayolni homiladorlikdan saqlaydi. Bundan tashqari ba'zi ayollarimizda bachadoni 2 shoxli bo'ladi. 2 shoxli bachadonga ikkita spiral o'rnatish mutlaqo xato va noto'g'ri. Umuman buning imkoniyati yo'q. Aynan shunaqa 2 shoxli bachadoni bor ayollarga ham implant spiral eng yaxshi yechim hisoblanadi. Bu spiral terining tagida turadi, o'zidan dori chiqaradi va ayolni homiladan 100% saqlaydi. Qo'yding, unutding degan spiral aynan shu bo'ladi. Ya'ni bu spiralni qo'ygandan keyin ayol mutlaqo saqlanish haqida o'ylamasa ham bo'ladi va ginekolog ko'rigiga qayta borib tekshirtirishni hojati yo'q. Bachadonda ichidagi turadigan spirallar bor ayollar albatta 1 yilda 1, 6 oyda 1 ginekolog nazoratida turib, spirallar yaxshi joylashganmi, boshqa joyga o'tib ketmaganmi, siljib qolmaganmi kabi holatlarda albatta nazorat qilib turishlari kerak. Implant spiral qo'ygan ayollarda esa hech qanaqa bunaqa muammolar bo'lmaydi. Ular terining tagida turadi va 3 yil davomida ayolni homiladorlikdan saqlaydi. Aynan sizda hayz kunlari qanaqa keladi? Ko'p keladimi, kam keladimi, normal holatda keladimi? Siz shu video orqali o'zingizga bemalol spiral tanlab olishingiz mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, qo'ng'iroqchaga bosib qo'ying va bizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishni davom eting.